Assalomu alaykum bizlarni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Mana bugun yana bitta ishimizni yakunladik. Ertalabda ozgina ishimiz qolgan edi. Kecha kelgan edik. Inshaalloh Xudo xohlasa. Mana shunday. Turetskiy fasonda palasali barellarimizni yakunladik mana. Mana bu joyga suv tushardi ekan. Lampasi kichikroq bo'lib qolgan ekan. Shunday elektr xizmatlarini ham qilib berdik mana. Enerji ekan o'zidan chiqarib. Ko'rishlar mumkin bemalol. Mana shunday holatda qilib berdik. Yomg'ir tushmaydigan qilib. Yigirma 28 metr atrofida barellarimiz. O'shi hammasi